Bu Qur'onni o'zi bir madrasa bo'libdi-ku, hoji aka. Uyingizda bir madrasa bo'libdi-ku. Eshingiz uchun biz nima qildik? Faqat audiosini qo'ydik. Tekin ustoz. Uyingizga kelaman, 24 soat eshitsangiz ham, "Ey hoji aka, men charchab ketdim-ey" demayman. Mana bismillah, ochdim barakangizni, barakalaringiz. Qarang. Endi hammangiz shu Qur'onimizga e'tiboringizni qiling. Bu Qur'on o'zbeklarimiz aytadilar, ipidan ignasigacha deya. Avvaldan oxirigacha ichidagi yozuvlari, ustidagi muqovalari, ziynatlari. Mana ko'rib tursiz, Al-Qur'onning logosi, ya'ni bizning portalimizning belgisi. Hammasi O'zbekistonda ishlangan. O'zbekistonda ishlangandan keyin nima deyiladi odatda? O'zbekistonning mahsuloti deyiladi, to'g'rimi? Lekin biz mahsulot demang deyapmiz. O'zbekistonning barakasi deb atang deyapmiz. Nega? Chunki bu kalamullohdir. Kalamullohga mahsulot bo'lmaydi. Kalamullohga Allohning so'zi, Qur'on bo'lganligi uchun buni nima deymiz? Allohni O'zbekiston eliga, dunyo musulmonlariga bergan barakasi deymiz. Mana hozir men hoji akamga har biringizga berishdan avval nima qilaman? Mana bismillah deymanda, odatda Qur'onni olganimizda, biriga berganimizda ham olib beravermaymiz. Hatto mana Qur'onni sotayotgan sotuvchilarga ham aytish kerak. Biriga bersa bir mushtariga, xaridoriga, "Hazrat, yetkizing, o'psin oldin. Muborak bo'lsin" desin. Bu albatta O'zbekistonning barakasi dedik. Barakaligi shu yerda. Birinchi O'zbekistonda ishlab chiqarildi. Asosan barakasi budir. Ichini ochasiz. O'zim ochganda ochdingiz, qarang. Shuni bitta hammangiz shunga qarab turing. Mana. Qaraysiz, tepadagi QR kod deyiladi. Hozirgi bu nima kompyuter va telefonlar tilida. Mana shu ham bir baraka. Shu oddiy bijil bo'lib turgan bilan ishoning, mana shu joyga aynan meni to'liq Qur'onimni basmaladan boshlab minal jinnati va nas deb joylashtirgan. Hamma sahifaga qo'yib chiqqan. Shunday telefoningizni olib kelasiz, qo'ysangiz rasm chiqadi, bitta sariq chiqadi, ustini bosing hoji aka deydi. Bossangiz men Bismillahirrohmanirrohim o'qiyman. Basmaladan boshlab Alhamdulillahi robbil alamin o'qiyman, ozgina turaman. Ar-Rohmanir-Rohim. Nega? Siz men kabi o'zbeksiz. Arab emassiz. Qur'on arabcha. Qiynalib men kabi 27 yillab Misrga borib o'qing demaymizda, mazza qilib o'qing, mana men sizga o'qib beraman deyman. Tekin ustoz. Uyingizga kelaman, 24 soat eshitsangiz ham, "Ey hoji aka, men charchab ketdim-ey" demayman. Bemalol, ko'rdingizmi? Haqiqatda baraka bo'ptimi, yo'qmi? Bo'lib ham bu nima? Namozlarda bir o'tirgan bir halqalarda, munosabatlarda yozilgan emas. Sizing uchun, ya'ni aynan sizni o'ylab O'zbekiston musulmon idorasidan bizga Misrdaligimizda bu Ahmad akalarimiz, do'stlar Shavkatjon bordilar. Ya'ni rejissyorlar borib 40 kunda yozdik. Minal jinnati va nasib tugaydi. Buni asli videosi bor. Buni Al-Qur'onga kiringda, Al-Qur'onda mana shu videosini ham ko'rasiz. Chunki videosi yana ham sizga ta'limini tez o'rgatadi, chunki og'iz harakatlarini ko'rasiz-da. Hali ustoz sizga aytadilar, Fathada og'zingizni oching, kasrada pastki jag'ingizni pastga yendiring, dommada cho'nchiting deb aytadilar. Tushunarlimi? O'shanda sizga video kerak bo'ladi. Lekin biz bu yoqda tezroq, qisqaroq eshishingiz uchun biz nima qildik? Faqat audiosini qo'ydik. Bu birinchi baraka. Asosan barakani kattasi bu yoqda. Mana u joyga qo'lingizni, telefoningizni olib kelasiz, shu yerga qo'ysangiz, shayximiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari o'zlari Qur'on ma'nolari tarjimasida yozgan tafsirlarini o'zlarini viqorli, boyaga mungli, o'sha vazminli, go'zal tovushlarda o'zlari mehribon va rahimli Alloh nomi bilan deya o'sha ovozlarni bilasiz. Qanaqangi ovoz. O'sha tovushda Qur'onni oxirigacha tafsir qilib beradilar. Bu Qur'onni o'zi bir madrasa bo'libdi-ku, hoji aka. Uyingizda bir madrasa bo'libdi-ku.